Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana biz xudo xolisa klip jarayonidamiz. Mana Zarina opam o'zlari bosh rolda o'ynayaptilar. Nima deymiz endi? Ashula zo'r, ashulani eshitdim, bomba ashula, sizga omad, klip ish qilib. Xudo xolisa Ikrom aka kelyaptilar, bomba bo'ladi. Har doimgidek milliondan oshadi. Ashula bilan ham, klip vashe zo'r voqeasi. Syomka jarayoni ham zo'r ketdi. Ana joylar to'xtab qolganlarni qilib ko'rsa bo'ladi. Yasab qo'yib yuboramiz. Uy, shunaqa uzoqdanmi? Mana aniq jurnalist bo'lib qoldim. Jurnalist bo'lib qoldim. Assalomu alaykum barcha yurtdoshlarimizga. Klip jarayoni bomba bo'lyapti. Juda omadli inson ekansiz. Gruppamiz ham, ishlash jarayoni ham zo'r bo'lyapti. Xudo xolisa. Davom ettiramiz, hali bu birinchisi emas. Xudo xolisa. Yoniga omad. Assalomu alaykum azizlar. Bugun Ikrom akam klipmaker bilan birgalikda bitta yangi ijodga qo'l urdik. Kelib akamni kliplariga tushyapmiz. Rahmat. Xudo xolasa qo'shiq sizga omad olib keladigan va bardavom sizga yutuqlar olib keladigan bo'lsin. Xudo xolasa keyingi kliplarda ham rol ijro etish nasib. Iloyim aka. Hali ijodiy hamkorlik davom etadi. Xudo xolasa. Man boshlayapman. Bismillahirrohmanirrohim. Hammaga assalomu alaykum azizlar. Mana bugun meni bir yaqin ukam, bir 10 yildan beri tanirdim. Muhammad Azizni mana Dilimda nomli qo'shig'iga klip suratga olamiz. Ya'ni o'zimizni yaxshi ko'rgan yo'nalishimiz, odamlarning qalbiga tez yetib boradigan romantik janrdagi bir chiroyli klipimiz olamiz. Xudo xolasa xalqimizga, elimizga manfaatli bo'lsin. Ichida chunki ma'nolarga juda ham to'la syujet, undan tashqari qo'shiq so'zlari, qo'shiq stilistikasi menga juda yoqdi. Birinchi qo'shig'i tashab, qanaqa sizga yoqdimi klip oldirsam deb aytganlarida, xo'sh, bunaqa yo'nalishdagi qo'shiqlarni sog'inib ketdim. Oxirgi 10 yilda eshitmadim bunaqa qo'shiq deb. O'zim rosa xursand bo'ldim. Xudo xolasa klip zo'r chiqsin, sizlarga yoqsin. O'zingizga yorug' bo'lib, ijodimiz bardavom bo'lsin. Rahmat Ikrom aka. Salomat bo'linglar. Rahmat. Joyingiz sog' bo'lsin.